Qani kim topadi? Man qaysi metro stansiyaga bugun podраvodkaga bordim. Mana shunaqa konsert bo'ldi. Qaranglar, qanaqa chiroyli. Xullas, buni ozgina chetroqda turib ko'rinmasdan video snimatib qoldim. Atak mumkin emas, bilasizlar, podраvodкада umuman telefon olib yurish o'zi bir narsa. Qo'yishmaydi hech narsaga. Judayam chiroyli joy. Metro Texnopark, Ostrov Mechты. Uncha tushunmadim tsenalariga, no niyat qildim. Qizim olib kelganimda обязательно shotga aylangani kelamiz, video snimat qilib qo'yaman. Xullas, shunaqa chiroyli joy ekan. Ertalabda snimat qildim. Kechqurun snimat qildim. Odamlar juda ham kam vaqtda edi, потому что уже при закрытии, при открытии. Ertalab mana chiqqanimizda hali hech narsa yonmagan, endi рабочийlar kelishayotgan vaqt edi. Judayam приятный, fayzli joy ekan. Tavsiya qilaman bolanglar kichkina bo'lsa, akkuratniy joy, kolyaskada aylanib yuradigan jamnaqa. Прям приятный joy ekan, atmosferasi, toza havo, unaqanaqa emas. Pritik odam ko'p emas, o'shaning uchun bemalol chaqaloqlar bilan, yosh bolalar bilan aylanadigan joy ekan. Ishdan chiqib shunaqa choy ichdim, keyin shu bilan uyga yo'l oldim. Kim qatdan kuzatyapti? Kommentariy va like.